Mukofot jamg'armasi 2 milliard so'mni tashkil etuvchi Salohiyat 2025 ga ro'yxatga olish boshlandi. Kimyo va biologiya fanlariga qiziqasizmi? Ilm orqali o'z kelajagingizni yaratmoqchimisiz? Unda bu imkoniyat aynan siz uchun. Salohiyat olimpiadasi bu shunchaki bellashuv emas. Bu o'z ustida ishlayotgan, orzulari katta bo'lgan bilimli yoshlar uchun chinakam imkoniyat. Olimpiada O'zbekiston Respublikasi Fan olimpiadalar markazi, Salohiyat maktabi, Webster universiteti, Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo texnologiyalar instituti hamkorligida Toshkent shahridagi 7-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan maktab o'quvchilari o'rtasida 3 guruhda 2 bosqichda o'tkaziladi. A guruh 11-sinflar o'rtasida, B guruh 9-10-sinflar o'rtasida, C guruh 7-8-sinflar o'rtasida bo'lib o'tadi. Birinchi bosqich 11-maydan 15-maygacha onlayn tartibda Telegram bot orqali tashkil qilinadi. Har bir guruhda yuqori natijaga erishgan 50 nafar ishtirokchi keyingi bosqichga taklif qilinadi. Ikkinchi bosqich 18-may kuni Toshkent shahrida offlayn tartibda tashkil qilinadi. Bu yerda siz nafaqat bilimlaringizni sinaysiz, balki eng kuchlilar qatorida bahsga kirishasiz. Olimpiada sovrin jamg'armasi quyidagi tartibda taqsimlanadi. A guruh sovrindorlari Webster universiteti yoki Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo texnologiyalari universitetini tanlash huquqiga ega bo'lib, ular to'liq grant bilan mukofotlanadi va qo'shimchasiga har bir guruh sovrindorlari birinchi o'rin notebook, ikkinchi o'rin planshet, uchinchi o'rin smartfon bilan taqdirlanadi. Qolgan barcha olimpiada ishtirokchilari esdalik sovg'alari bilan mukofotlanadi. Ro'yxatdan o'tish muddati 20-apreldan 10-maygacha. Ro'yxatdan o'tish ushbu Telegram bot orqali amalga oshiriladi. Bilimga chanqoq, iqtidorli yoshlarga katta imkoniyat. Salohiyat olimpiadasi 2025. Kelajak o'z qo'lingizda.